Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda O'zbek shou biznes vakillarining eng go'zal reytingini sizlarga taqdim etamiz. Topantropoz.com eng go'zal o'zbek ayollari reytingini e'lon qildi. Turli saytlarda u yoki bu millatning ko'rkam vakillari o'rin olgan reytinglar vaqti bilan e'lon qilib boriladi. Topantropoz.com sayti eng go'zal o'zbek ayollarini aniqlash maqsadida 4 oy mobaynida o'z o'quvchilari o'rtasida so'rov o'tkazdi. Quyida ushbu so'rov natijalari bilan tanishishingiz mumkin. Yigirma 28-o'rin xonanda va aktrisa Iroda Nosirova. 27-o'rin Svetlana, ya'ni Oydin Norboyeva, teatr va kino aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti. 26-o'rin Ra'no Shodiyeva, aktrisa. 25-o'rin Diyora, xonanda. 24-o'rin xonanda va aktrisa Sevinch Mo'minova. 23-o'rin Laylo Galiyeva. 22-o'rin Matluba Alimova. Budulayning qaytishi filmidagi roli orqali tanilgan rossiyalik aktrisa. 21-o'rin Munisa Rizayeva. 20-o'rin Asal Shodiyeva. 19-o'rinda Ruhshona. 18-o'rin Tamara Shokirova. 1955-yilda tavallud topib, 2012-yilda vafot etgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda, Rayhonning onasi. 17-o'rin Zamzama. 16-o'rin Muborak Jamolxonova, ya'ni Ashurboyeva. 15-o'rinni Oydin Yusupova band etgan. Raqqosa Parizoda esa 14-o'rindadir. Model Farida 13-o'rin bilan cheklangan. On ikkinchi o'rinda Zilola Nuraliyeva, model. 15
11-o'rin Gulnora Qosimova, aktrisa. 10-o'rin Lola. 9-o'rin Ravshana Gurkova, Toshkentda tug'ilgan rossiyalik aktrisa. 8-o'rinda jozibali aktrisa Dilnoza Kubayeva. 7-o'rinda aktrisa Shahzoda Matchonova. 'Aktrisa Gulchehra Eshonqulova esa 6-o'rinni band etgan. Beshinchi o'rinni Zarina Nizomiddinova band etgan, aktrisa. 'Aktrisa va model Kamilla 4-o'rinni band etgan. Uchinchi o'rinni Irina Sharipova band etgan. Tatariston go'zali 2010 tanlovi g'olibi. O'zbekistonda tavallud topgan va Tataristonda hozirda istiqomat qiladi. Ikkinchi va birinchi o'rinlar kimga tegishli ekan deb qiziqyapsizmi? Ko'pchilik ushbu o'rin egalarini bilib ham bo'ldi. Ikkinchi o'rinni Zilola Musayeva, ya'ni xonanda Shahzoda band etgan. Uning oilaviy suratlari bilan tanishing. Birinchi o'rinni esa go'zal va betakror Rayhon egalladi. Eslatib o'tamiz, Rayhonning onasi Tamara Shakirova ushbu reytingda 18-o'rinni band etgan. Endi biz sizlarga Rayhonning eng so'nggi fotosuratlarini taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning bizga bo'lgan e'tiboringiz tufayli kanalimiz a'zolari 15 mingtadan ortdi. Buning uchun sizlardan minnatdormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.